Biznesingizda moliyani to'g'ri tizimlashtirish uchun turli xil moliyachi outsource kompaniyalarning xizmatidan foydalanib ko'rdingiz. Moliya tartibga kelishi maqsadida yoki shtatingizga moliyachilarni ishga olib ishlatib ko'rdingiz yoki turli xil programmalardan foydalanib ko'rdingiz moliyangiz to'g'ri tizimlashishi uchun. Afsuski hozirgacha ham moliyangiz to'g'ri tizimlashmayapti. Hattoki moliya bo'yicha qanaqadir kurslarda, biznesni tizimlashtirish bo'yicha kurslarda o'qisangiz ham biznesingizdagi raqamlar to'g'ri tartibga kelmayapti. Ya'ni korxonangiz balansi, pul oqimi, foyda zarar hisoboti, mana shularni to'g'ri har oyma-oy to'g'ri chiqishi qiyin bo'layaptimi? Assalomu alaykum, ismim Usmon. Biz korxonalarning ichiga kirib, individual tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz. 8 yillik tajribam davomida 120 dan oshiq korxonalar bilan ishlab ko'rdik va mana shundan kelib chiqqan holatda sizni muammolaringizga foydali yechim bo'ladigan video tayyorlashga qaror qildim. Videoni boshladik. Ko'pincha biz kuzatadigan narsa, mana biz korxonaga kiramiz, moliyasini ham to'g'ri standart asosida tizimlashishiga harakat qilamiz. Endi mana shu jarayonda sizlarga tushuntirib beradigan bir qismlari bor. Deylik, siz tadbirkorsiz, qo'l ostingizda bir 30 dan oshiq xodimlaringiz bor. Yiliga o'rtacha hisobda 6-10 million dollar оборот qilasiz. Ana endi sizga управленческий учет, ya'ni boshqaruv hisobi kerak bo'ladi. Chunki barcha hisob-kitoblaringizni bitta platformada yuritishni xohlaysiz, to'g'rimi? Keyingi o'rinda moliyaga alohida mas'ul odam bo'lishini xohlaysiz va u korxonangizning kapitali qancha bo'lganligini, korxonangizning balansi, pul oqimi, foyda zararini to'g'ri ko'rishni xohlaysiz. Birinchi nimadan boshlash kerak bo'ladi? Bu hisobot juda ham muhimligini siz juda yaxshi bilasiz. Chunki korxonangizga investor tortasizmi yoki bo'lmasam investor sifatida boshida shu korxonaga kiritgan summam, ya'ni investitsiyam hozirgi kunda qancha bo'ldi degan savol. Точка безубытность. Ba'zilar buni TB deydi, zararsiz nuqtani ham ko'rib turishni xohlaysiz. Mana shundan kelib chiqib KPI-larni ishlashni xohlaysiz. Bu nimadan boshlash kerak o'zi bu narsani? Hozir men sizga mohiyatini tushuntirib beraman. Eng avvalo korxonangizda biznes modeli to'g'ri bo'lishi kerak. Va mana shu biznes model asosida korxonangiz strukturasini to'g'ri tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu biznes model bilan fin model bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Korxonangiz strukturasi bilan moliyaviy struktura bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Odatda outsource moliyachi kompaniyalar nima qilishadi? Sizni korxonangizga kelishadi, o'zi bilgancha qanaqadir TZ tayyorlashadi va shundan keyin sirazi sizga yoki Google Sheets'da, Apple Sheets'da yoki Excel'da yoki qanaqadir platformada moliyangizni tizimlashtirmoqchi bo'ladi. Примерно 3-6 oy davomida deydi, bu to'g'rilanadi. Biz baza danliqga ma'lumot kiritishimiz kerak deydi. Outsource moliya xizmatini ko'rsatadiganlar to'g'ri qabul qilsa fikrimda, men bu bilan ularni taqid qilmoqchi emasman. Shunchaki o'zi to'g'ri ketma-ketligi qanaqa bo'lishini tushuntirib bermoqchiman. Eng avvalo, moliya bo'yicha ishlaydigan odam sizni korxonangizga kelgan vaqtida korxonangizda moliyaviy audit o'tkazish kerak bo'ladi. Moliyaviy audit 2 xil bo'ladi. Birinchi turdagi audit bu holat auditi deyiladi. Ya'ni sizni moliyaviy holati o'zi qanaqa bo'lish kerak? O'zi bu yerda bir 28-35 oralig'idagi spiskadagi beriladigan savollar bor. Mana bu bormi? Mana bu bormi? Mana bu bormi? Qanaqa metod spisaliyada ishlaysizlar? Narx siyosati qanaqa ish olib boriladi? Tannarxga nimalar kiriladimi, kirmaydi? Hamma narsani o'tida ko'rib chiqadida primerni moliyaviy struktura qanaqa bo'lishi kerak ekanligi, uchot nimada yuritilishi kerak ekanligi kelib chiqadi. Mana shundan kelib chiqib, ikkinchi qadamda sizga diagnoz berishadi. Ya'ni diagnostikada seni hozirgi moliyaviy holating mana bunaqa ekan, senga mana bunaqasi kerak bo'ladi degan sizga diagnoz beradi. Keyingi o'rinda 3-qadamga o'tyapmiz. Moliyangizni to'g'ri tartibga keltirish uchun ular sizga TZ berish kerak. Tex zadaniya deydi. Va bu tex zadaniya asosida barcha uchot nimada yuritiladi. Agar Google Sheets'da bo'ladigan bo'lsa, bitta moliyachi kerak bo'ladi va uni yoniga biznes protsessni razrabotka qiladigan programmist kerak bo'ladi. Chunki backendda turli xil formulalar yaratiladi. Google Sheets'da, Excel'da, yo bo'lmasam Odoo bo'ladimi, SAP Business One bo'ladimi, один управленческий учет bo'ladimi, ularda ham biznes protsess yozadigan programmist bo'ladi backendda. Shunchaki moliyachining o'zi buni qila olmaydi. Ular birlashganda bitta rezultatni produkt hosil bo'ladi. Lekin bu narsani ko'pchilik qilmaydi, chunki tadbirkorga bu qimmatga tushadi. Undan ko'ra tayyor shablon beraman, oyiga $1000 yoki $2000 podpiska olaman, o'sha orqali tizim qilib boraman moliyasini deydi. 90-95% holatlarda bu o'xshamaydi. LTVC, ya'ni lifetime volume deydi. Tadbirkorni o'sha outsource moliyachiga to'layotgan pul uzoqqa bormaydi. Qaysidir nuqtaga borib to'xtatadi. Nimaga? Chunki kutilgandaqa natija ola olmayapti. Haqiqatda PNL qanaqa?
Ya'ni foyda zarar hisoboti, cash flow, pul oqimi qanaqa ishlayapti? Operatsion cash flow bor, moliyaviy cash flow bor, financial, ya'ni investitsiya kiritgan odam bo'yicha investitsion cash flow bor. Bularni ko'rishni xohlaydi. Chunki moliya strukturasining orqasida faqat uchot bilan bog'liq bo'lgan qismlar emas, bu yerda userlar bor. Skladchi bitta user, ta'minot bilan ishlayotgan odam bitta user, sotuvchi bitta user, kassir bitta user, logistikadagi odam bitta user. Hammasi xarajat talab qiladigan proseslar bular. Endi ular bilan to'g'ri ish olib borish kerak bo'ladi. Chunki o'sha uchotda deylik 18 yoki 20 ta odam ma'lumot kiritayotgan bo'lsa, o'sha ma'lumotlar to'g'ri kiritilishi kerak. Uning uchun har kunlik sverka bo'lish kerak bo'ladi. Kun yopish kerak har bitta bo'lim va bir-biriga bog'langan tarzda bu ish olib boriladi. Endi tasavvur qilib ko'ring-a. Agar sizda struktura bo'lmasa, agar sizda tizim bo'lmasa, qanaqa qilib bu narsa ko'chadan kelgan shablon sizga tushib qolishi mumkin? Bu nereal narsa-yu. O'shaning uchun ham bu narsani to'g'rilash biroz qimmatga tushishi mumkin sizga boshida, lekin mana shunaqa bo'lsa ham olish kerak. Uzoq muddatda siz yutasiz. Va bu yerda mana shu muammo tadbirkorni juda ko'p qiynaydi. O'shani hisobiga doimiy tarzda keyingi qadamga o'tishni xohlamaydi. Nima qilish kerak shu jarayonda? Ko'pchilik tadbirkorlar ikkinchi yo'l qo'yadigan xatosi bo'ladi. Agar deydi korxonamga, ya'ni shtatga moliyachi olib ishlatadigan bo'lsam, bu jarayon yaxshi yurib ketadi, chunki u moliyachi faqat men uchun ishlaydi deb o'ylaydi. Ammo moliyachilarni 6 xil tipi bor. Biznes kassir urvindagisi bor. Buni kimlardir chorniy buxgalter deydi. Mana shu urvindagisi bor. U operatsion prosesda operator moliyachiga ma'lumotlarni yetkazib turadi. Keyingi urvindagisi bu analitik urvindagi moliyachi hisoblanadi va hokazo ketadigan prosesi bor. Ana endi bularni to'g'ri fahmlab olish, haqiqatda bu moliyachi bizning strukturamizda ishlay oladimi yo'qmi, buni bilish qiyin bo'ladi. Va unga nima savollarni beraman degan muammoli holat ham bor. Chunki haqiqiy moliyachi korxonangizga kelgan vaqtida birinchi bo'lib sizdan so'raydigan narsasi balansni bering, men ko'ray deydi. Ya'ni bu so'zni mohiyati, tarjimasi shundan iboratki, mengacha moliyani qanday yuritilganligini men bilmoqchiman. U sizga sen kimsan deb savol bera olmaydi-da. Moliyadagi mana shu jarayonda u отчетini to'g'ri ko'radigan bo'lsa, haqiqatda biznes qanaqa holatda ekanligini ko'ruvchi bu faktor hisoblanadi. Balans so'raydi. Agar sizda balans yo'q deydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda ishlamaslik ehtimoli bor. Chunki unga talabgor bo'lgan, moliyasi sal tartibga kelgan boshqa bir nechta korxonalar bor. Menga seni ishga olaman, o'sha kutilgan moliyani beraman deydigan. O'shaning uchun balans to'g'ri bo'lishini xohlaydi. Keyingi o'rinda pul oqimini so'raydi. Foyda zarar hisobotini so'raydi. Umumiy uchot, ya'ni upravlenskiy uchot, boshqaruv hisobi nimada yuritilgan shu paytgacha? Men ko'rmoqchiman deydi. Siz uni savollariga to'g'ri javob bera olmasangiz, siz bilan ishlamaydi. Shuni hisobiga ko'p vaqt yo'qotishadi. Lekin haqiqatda mutaxassis bo'lmagan, chala mutaxassis bo'lgan moliyachilar bor. Ular bilan ishlaydigan bo'lsangiz, kutganingizdek natija ola olmaysiz. Nima qilish kerak bo'ladi shu jarayonda? Biza mana shu muammolar bilan yashayotgan tadbirkorlarni biz birga bir ishlaganligimiz uchun yaqindan his qila olamiz. Chunki biz bitta korxona bilan o'rtacha yarim yil yoki 1 yil ish olib boramiz. Har hafta uni korxonasiga borib, o'zi bilan, qo'l ostidagi xodimlari bilan ishlab, korxonasini tizimlashtiramiz. Bu jarayonda moliya qismi ham kiradi. Moliyada tizimga taalluqli bo'lgan boshqaruv darajasidagi ishlarni to'g'ri tartibga keltirganimizdan keyin outsourcega bermoqchi bo'lsak, tender beramiz, kim yutib chiqadigan bo'lsa, tizisigacha biz beramiz. Mana bunaqa qilib yuritasan moliyani. Agar shtatga olmoqchi bo'lsak, unga ham biz o'zimiz e'lon berdirtirib, o'zimiz suhbatdan o'tkazdirib, keyin ishga olamiz, unga tizisigacha, proseslargacha tushuntirib beramiz. Agar korxonangizda boshqaruv hisobi, ya'ni upravlenskiy uchotni programmalarni qo'yaman desangiz, ungacha biz tizisigacha tushuntirib beramiz. Bu korxonaga mana bunaqa tarzda ish olib borish kerak degan ma'noda. Lekin tadbirkor nima qiladi? Qanaqadir biznes kurslarda o'qiydi, kelib o'zini biznesiga buni tatbiq qilaman deydi. Tushishi qiyin. Chunki istalgan haqiqatda biznes tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis bo'lgan odamlar birinchi o'rinda biznes egasining xarakteristikasini, qadriyatlarini o'rganadi, kutuvlari, qanaqa ambitsiyasi bor ko'riladi. Keyingi o'rinda korxona auditi boshlanadi. Moliyaviy jarayon, boshqaruv jarayoni, HR protsessi, sotuv protsessi, sklad protseslari, misol uchun zakup protseslarini detaligacha o'rganiladi. Ana undan keyin unga konsepsiya, model yig'iladi. Shu asosda tizimlashtiriladi. Men nimaga bu haqida aytayapman? Chunki bizda tadbirkorlar shu paytgacha ham o'zi bilgancha biznesni tizim qilib kelgan. Lekin har bitta tizimni o'zini modeli bor. Hozir mana shu YouTube'da videoni ko'rib turibsiz, hattoki bu YouTube'da joylanayotgan videoni ham o'ziga yarasha tartib qoidalari bor.
o'zimiz bilgandek qila olmaymiz. O'sha tartib qoidaga moslashamiz. Yoki bo'lmasam qanaqadir mashinani olishingiz mumkin. Modeli bor, kuzovi, ya'ni strukturasi bor, ichki funksiyalari bor. Biznesda ham shunaqa. O'shaning uchun noldan Amerika kashf qilgandan ko'ra yoki g'ildirakni qaytadan ixtiro qilgandan ko'ra tayyor modelga biznesni moslashtirish kerak. Bo'ldi, o'shanda proses yurib ketadi. Mana shu jarayonlarda biza kuzatadigan narsa nimada? Tadbirkorlarda qo'rquv bor-da. Masalan, ba'zi korxonaga kirgan vaqtimizda bizgacha 5-6 ta odamlar tizim qilaman deb kirgan korxonasiga natija bo'la olmagandan keyin xodimlari ham, biznes egasi ham qo'rqib qolgan. Bu ham xuddi shunaqa boshqalarga o'xshab bizani deydi, qo'pol qilib aytganda uxlatib ketadi, biz ham kuyib qolamiz pulimizga, natija bo'lmaydi baribir degan shubhalarga borib qoladi. Ya'ni to'g'risi kelsa ham shubhalanib qoladigan tadbirkorlar bor. O'shaning uchun bu jarayonni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Demak, hozir yana qaytadan eslatib o'tmoqchiman. Biznesingizda moliyani to'g'ri tizimlashtirishdan oldin biznesingiz modeli, uni strukturasiga, fin model, uni finansiy strukturalarni bir-biriga bog'lab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda agar struktura asosida moliyangizni tartibga keltirmasangiz, jarayon siz kutgandaqa natijani bermaydi. Bu narsa uchun qancha vaqt ketishi mumkin? O'rtacha hisobda 4-6 oy vaqt ketadi. Bu narsani to'g'ri qurib olganingizdan keyin haqiqatda siz har oyda P&L, ya'ni foyda zarar hisobotingizni to'g'ri ko'rishni boshlaysiz. Qancha foyda ko'ryapsiz, qancha zarar ko'ryapsiz, EBITDA xarajatlari qanaqa bo'lyapti, misol uchun debitorligingiz qanaqa, kreditorligingiz qanaqa, finansiy recheklaringiz hammasini to'g'ri ko'rishni boshlaysiz. Bu sizga ishoning juda boshqacha emotsiya beryapti. Chunki biznesda raqamlarda boshqarishni bir marta his qilib ko'rgan odam qaytib oldingidaqa, ya'ni tartibsiz, xaos holatdagi biznesni boshqarishni xohlamaydi. Uni mazasini his qilib ko'rgan odam. O'shaning uchun ba'zi tadbirkorlarni ko'rsa, ya'ni moliyasi tizimlashgan tadbirkorlar, boshqa moliyasi to'g'ri tizimlashmagan tadbirkorlarni ko'rsa, asabi buzilib ketadi. Qanaqa qilib sen bu holatda biznes qilyapsan deydi. Bor shunaqa insonlar va ular ko'p. Shu moliyani tartibga keltirishda o'zining asoslari bor ekan. Demak, model, struktura bu yerda holat auditi, keyin TZ, shu TZ asosida o'sha strukturani real holatda qurish bo'ladi. Shu jarayonda sizda haqiqatda yaxshi skladchi kerak bo'ladi. Skladdagi uchotni to'g'ri yuritish uchun sizga haqiqatda kassir kerak bo'ladi. Ichkaridagi operatsion pul oqimini to'g'ri boshqarish uchun. Shunda ham o'sha ishlarni kimdir qilyapti. Lekin to'g'ri struktura asosida, to'g'ri reglament bilan ishlaydigan bo'lsa, siz kutgandan ham yaxshi natija olishni boshlaysiz. Afsuski bizada shunaqa bir holat borki, tadbirkorlarda o'zim qilaman degan tushuncha bor. Moliya bo'yicha kurslarda o'qiysiz, o'zingiz qilmoqchi bo'lasiz, ishoning bu juda qiyinda. Bu haqiqatda kasb. Siz biznesingizda zo'r bo'lish uchun necha yil umringizni sarflagansiz. Lekin moliyachilik kasbi bor, buxgalteriya kasbi bor, HR kasbi bor. Bular haqiqatda kasb. Uni o'rganaman desangiz oxirgacha ketaverasiz. O'shaning uchun tavsiya qilamanki, moliyachini tilini tushunadigan darajada moliyani o'rganadigan bo'lsangiz, unda nima talab qilishi juda ham yaxshi tushunib olasiz. Biznesingizda moliyaviy boshqaruvni to'g'ri yo'lga qo'yishda qiynalayotgan bo'lsangiz, quyidagi havola orqali bizga silka bor bu yerda, o'sha silkani to'ldiradigan bo'lsangiz, o'zingiz korxonangiz haqida ma'lumotlarni kiritadigan bo'lsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va qanaqadir foydali qiymatlar kerak bo'lsa, biz xolis tavsiyalarimizni beramiz. Agar yo'q, meni korxonamga kirib shu narsani qilib beringlar deydigan bo'lsangiz, o'sha videoning tagidagi silk orqali so'rovnomani to'liq to'ldirib bersangiz, siz bilan bog'lanamiz, ko'rishamiz, bir piyola choy ustida suhbat qilib, nima kerak o'zi sizga, bizgacha kimlar bilan ishlagansiz, qanaqa kutuvlaringiz bor, o'shandan kelib chiqqan holda biznesingizdagi moliyaviy boshqaruv tizimini yo'lga qo'yib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.